Baş B. Otura B. Ulanma B. Yalğız B. Bizning bo'rivoy suv uzanmaydi. Belijonlarmi to'g'i tushqonni haq etenmaydi. Shunga beliq degan beliq, bo'ri degan bo'ri. Bulbul bostonni tapdi, sayraplı ketdi. Sibagül futbol tepib yig'lablı ketdi. O't yurak shoir, adib, ulug' inqilobchi Lutfullo Mutallib 22 yoshida dushmanlar tarafidan vahshiylarcha o'ldirilgan. Mende bir kitapta çeçek tekiler, minondan talışıp okuyga keller. B'ga A'ni qo'ysa ba bo'ladi. B, A, ba. B'ga A'ni qo'ysa ba bo'ladi. B, A, ba. B'ga O'ni qo'ysak bu bo'ladi. B, O, bu. B'ga U'ni qo'ysak bu bo'ladi. B, U, bu. B, A, baş, baş. B, A, bet, bet. B, O, bu, re, bur. Böcennin kahve yötüşü. Bir günü gap anlamaydigan baştan böcen bağda oynab etip, sarg'ayib chiqqan yo'g'on bir kavni uchirtib qapti. Lekin böcen u kavni o'zi yolg'iz ko'tarolmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Aqlli böcen tezli bir amal tepdi-da, kavni uyga birdandala akab bo'pti. Kavni ko'rgan ana, "Bolam o'zimmi yo'g'on kavni zodi qanday akagandu?" deb hayron qilib, barmog'ini tishlab qapti. Balalar, sizlar barmog'inglarni tishlamay turib, böcenning kavni qanday akaganligini o'ylab topa olamsizlar?